Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh. Efirda men Chinor, siz bilan Zafar Do'tayev. Videoni boshlashdan avval men mana shu videolarimni erinmasdan sabr bilan ko'rib borayotgan, kuzatib borayotgan, o'z fikrlarini bildirayotgan, obuna bo'layotgan barcha yurtdoshlarimga cheksiz minnatdorchilik bildirmoqchiman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Shunchalik bir oqibat qilib mani videolarimni erinmasdan kuzatyapsizlar, o'z fikrlaringizni bildiryapsizlar. Buning uchun men sizlarga tashakkur aytaman. Va sog'lik, salomatlik, baxt va omad tilayman. Endi videoni boshlasak. Yaqinda, hali ko'p bo'lgani yo'q, bizning qishloqdan sal nariroqda og'ir bir mudhish jinoyat sodir bo'ldi. Bu jinoyatda bir yigit shafqatsizlarcha o'ldirildi. Bu jinoyatning ishtirokchisi bo'lgan ikki yigit, biri hali oila qurmagan, ikkinchisi esa 2-3 farzandi bor yoshlar. Ular Rossiyada birga ishlashgan. Mehnat, ya'ni pul sabab o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Va mana shu kelishmovchilikning oxirgi bekati biri-birining qotiliga aylanish bilan yakun topdi. Hali uylanmagan, o'ngilidan birga ochilmagan yosh yigit bugun sovuq to'proqning tagida yotibdi. Ikkinchisi esa qamoqxonada o'ziga uzoq yillar sud hukmini e'lon qilishini kutyapti. Ular Rossiyaga borsa ishli bo'ladi, pul topadi, oilasiga pul jo'natadi. Uyga kelsa esa har doimgidek ishsizlik. Kimnidir vaqtinchalik ozroq ishini qilib beradi, 3-4 so'm pul oladi va bora-bora bunaqa ishlar ham har doim deganda chiqavermaydi. Rossiyadan ishlab kelgan pullari esa uzoqqa bormaydi. Tez kunda tugaydi. Chunki bizning davlatimiz asosan xarajatlar makoni. Kirim kam, chiqimlar juda ko'p. Chiqimlar ulkan. Oddiygina ozgina narsa xarid qilsangiz ham bir dunyo chiqim qilishingizga to'g'ri keladi. Uning uchun esa ishlab pul topish kerak. Pul topish uchun esa ishning o'zi yo'q. Yana bir voqea. Bir zamonlar Zahiriddin Muhammad Bobur degan buyuk bobokalonimiz shunday deb o'z yurtidan badarg'a qilingan. O'z yurtim qo'yib Hind sori yuzlandim degan. U umrining oxirigacha yurt ishqida yashab bu olamni tark etgan. Lekin bugungi qahramonimiz uning vaziyati Mirzo Boburning vaziyatidan butunlay farq qiladi. Bundan 10-20 yil avval u inson O'zbekistondan 2 katta zavod qurdi. Biri Artel mahsulotlari ishlab chiqarsa, ikkinchisi Akfa romlari uchun materiallar ishlab chiqara boshladi. Odamlar uning qanchalik afzalliklarini bilib, o'zbek xalqi o'sha zavodning, o'sha insonning mahsulotlarini xarid qila boshladi. Bugunga kelib esa O'zbekistonda hech bir oila qolmadiki, Akfa va Artel mahsulotlaridan xarid qilmagan. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu o'zbekistonlik poytaxtlik boy akamiz Jahongir Ortiqxo'jayev haqida. Bundan o'sha 15-20 yil avval Jahongir Ortiqxo'jayevni hech kim tanimas edi. Uni Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lishiga mana shu o'zbek xalqi sababchi. Bugun bu inson yuksak bir martabada, yuksak bir mehr-muhabbatda, hurmatda, cheksiz odamlarning e'tiborida. Mirzo Bobur o'z yurtini qo'yib Hind sori majburan yuzlangan bo'lsa, bugun bu inson shunchalik hurmatda bo'lsa-da, o'z sarmoyasini bugun dunyoning eng boy davlatlaridan biri bo'lmish Amerikaga zavod va fabrika qurish uchun kirityapti. To'g'ri. Gap 600 million dollar haqida ketyapti. 600 million dollarga qurilayotgan zavod Amerika xalqini ish bilan ta'minlaydi. Lekin
Amerika xalqi bunga muhtojmikan? Amerika soliqlariga o'sha qurilayotgan zavod dosh bera olarmikan? Bunisini qo'ya turaylik. Endi O'zbekistonda, ayniqsa qishloqlarda odamlar ishsiz. Chetda, uzoqlarda pul topish uchun o'z yurtini qo'yib, Rossiya, Koreya va boshqa davlatlarda sarson bo'lib yurganda, ishsizlikdan mana shu oilada g'urbat, janjallar, kerak bo'lsa qotilliklar yuz berayotgan bir paytda bu insonning bu qilayotgan ishi to'g'rimi? 600 million dollar. Agar o'rtacha 30-35 odamni ish bilan ta'minlaydigan bironta bir sex qurmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha agar shunga 10 million dollar ketsa, demak bu pul, bu sarmoya 60 ta o'sha o'rta sanoatni barpo qilish imkonini beradi. 30-40 kishidan faoliyat yuritsa, bu 60 ta korxona deyarli 2000 ga yaqin insonni ish bilan ta'minlaydi. Respublikaning ichini qancha mahsulot bilan to'ldiradi, arzonlikni keltirib chiqaradi va eksport imkoniyatini yaratib beradi. Lekin afsuski bu inson shuncha mablag'i, imkoni bo'la turib, ming afsuslar bo'lsinki, o'ziga boy, o'ziga to'q, umuman bir boshqa din vakillari bo'lmish, boshqa qit'a vakillari bo'lmish AQShga sarmoya tikyapti. Loves degan serial bo'lardi. Bundan ancha yil avval. Qo'shnisining sigirini pulini olib savdo ishi bilan shug'ullangan bir yigit haqida. U yigit shunchalik boyib ketardi, boyib ketdi va o'zining do'sti, o'zining eski sharoitini, vaziyatini esidan chiqarib, o'zidan-da boy insonlar davrasiga intila boshladi. Ular bilan ziyofatlar amalga oshirdi. Menimcha, inson qanchalik boy bo'lsa, o'zidan-da boylarning davrasiga talpinsa kerak. Bu endi insonning o'zi, o'sha boylarning o'zi biladi. Shunday ekan, aziz yurtdosh, O'zbekiston xalqini ish bilan ta'minlash imkoni borlar, mayli Toshkentda o'zida yashasangiz ham viloyatlarga kelib, tumanlarga kelib faoliyat yuriting. Axir bu O'zbekistonning ichi, o'z xalqingiz. To'y, maraka hammasi bitta. Endi nima deymiz? Gilam sotsang ham qo'shningga sot, bir burchida o'zing o'tirasan degan gap bor. Har kimning insofi o'ziga bersin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.